Amirul Mo'minin. Alloh haqqi, o'sha molda to'kilgan. Qo'lda uzib olmadim. Tosh bilan urib tushirmadim. Allohga qasam. Aldamabsan. Isming nima? Sinan ibn Salama al-Xuzali. Sanab beraman. Alloh haqqi. Juda ko'p qasam ichyapsan. Tilim o'rganib qolgan. Alloh buning uchun meni jazolamaydi. Kim buni o'rgatgan? Onam namozni qoldirmay masjidda o'qiydilar. Menga Qur'on o'rgatadilar. Soliha ayol ekan, itoatli o'g'il bo'lishing kerak. Buni ustiga qasamxo'rlikni bas qil. Hozir gunoh sanalmaydigan odating gunohga aylanishi mumkin. Aytganingizni qilaman, Amirul Mo'minin. Menga va'da berasanmi? Ha, Alloh haqqi. Voy, unutdim. Alloh haqqi unutdim.